Assalamu alaikum topdaki qarindoshlar. İlyar inim bu PDF'ni yollasa, agar vaqtinglar bo'lsa, cho'qim o'qib beqishinglarni umid qilaman. Bu bizningki ikki qatimliq jumhuriyatimizga chet elliklar qanday qaraydi? Masalan, o'z vaqtida Yaponiya bizga yordam bermoqchi bo'lgan chog'da Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti bilan yordamlashishni bular tanlagan. Nemishqa degan chog'da Yaponiyadagi Yamato ro'yi, ya'ni samuray ro'yi, ular musulmonchilikdagi jihad ro'yi bilan o'xshaydi deb qaraydi. Har ikkisida o'zining jini bilan, qini bilan vatanga besib kirgan dushmanni qo'g'lab chiqara oladi. Bu o'rtaq qimmat qarashi Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti bilan bizni Yaponiyani ittifoqdosh davlat qilib qurib kelgusida chiqa oladi deb ular ishongan. Turk millati jangovar, shijoati bor. Yaponlar bilan bu tarafdan kelishimiz. Biz Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetiga yordam qilib bir ayvatlik armiya qurib bersak, u tarafdan uning kendan biz Xitoy kommunist qurmoqchi bo'lgan davlatni o'ttirga ilib qisib elib yo'qitib talaymiz deb qaragan. Uning kendan keyingi atom bombasining Yaponiyaga tashlanishi degan sabablar bo'lsa-mu, 1944-yil qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetiga bularning qatovashlari kommunistlar deb bu kitobda faqat o'rin bermaylik, ham Yaponiyaninki butunlay bu Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetiga yordam berib, Sharq Turkiston Cumhuriyetiga qarab qo'ymasligi bu kommunistlarninki ideyasiga chilangan bir cumhuriyat hech qachon hech kimninki bir ittifoqdoshi bo'lolmaydi. Yana birisi qanday qilib o'zininki dunyoda ikkinchi qatim qurilgan bir Islom Cumhuriyeti degan shu davlat ismidan islomni qanday qilib shunday yeniklik bilan elvatdi deb qaraydi. Bu kitob bizga jiq taraflardan chet elliklar bo'libmi, yaponlar bizning shu vaqtdagi vaziyatimizga, ikki jumhuriyatimizga qanday qaraydi, bularni o'xshamagan bir ko'z qarashda deb beralaydi. Shunlashqa o'qib beqinglar. Yaponlardagi Xitoycha bushi deb samuray deydigan odamlar bor. Bular asos jihatdan o'zining o'limini istab yashaydiganlar. O'zining o'limini istash degan nima degan gap? Qat'iy pushaymon qilmaydigan bir o'lim bilan hayotini oxirlashtirish. Bu bular jihad bilan o'xshash deb qaraydi. Bu kitobni o'qib beqishinglarni umid qilaman. Assalomu alaykum muqaddas xonim. Bek oldi bilan ashuni tarjima qilgan emgikingizga va uni PDF qilib bizga o'rtoqlashgan Ilyarning emgikiga ko'p rahmat. Mana shundoq narsalar, mana shundoq haqiqiy asarlar, birinchi qo'l narsalar bizga amaliyotda bek cho'ng narsani ichib berdi. Ya'ni hozirgacha bizga o'rgatilgan narsaning hammasining yolg'onligini. Biz islom deb qag'ashqa davlat qurolmadik. Biz Sharq Turkiston deb qag'ashqa davlat qurolmadik. Hammasi vatanni satgan, qoyillarning tep chiqqan bahonalardan iborat. Amaliyotdagi tarix, hatto
İslam Cumhuriyeti, Şərq Türkistan İslam Cumhuriyetideki İslam taqaşmağanlı emas, belki qo'llashning sababimi bo'lib qolibdi ekan mana. Ondan keyin 49-yildan keyin Amerikaning yana bir ikkinchi qitimliq Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti qurish planimi shuni ko'rsatdi. Tarixni to'g'ri bilishimiz, tarixdagi odamlarning qo'ygan nuqtalarining bo'libmi bahonalarni haqiqatdan ayirishimiz kerak. Ya'ni tarixni to'g'ri o'rganishimiz lozim. Şuna bu emgikiniz için köp rahmet. PDF kelse inşallah çokum okup çıkışımız gerek bir eser iken. Köp rahmet sizge.